baş xe, o'tira xe, olanma xe, yalğız xe, Oğlanın xorjinidan xorli chiqdi, xorizin yanchiqiga asta tiqdi. Ashxonada ash etar, opam bilan hadamlar. Yalab yurar tilini, qo'rsqi ochib yig'amlar. Cho'qqadalla baq chiqadi asta-asta, keyin o'g'ri g'ojib oldi to'ydirmayla. Gir. Shamallar uçdi. Daraxt shoxlari usulga tushdi. xe a xa te xat, xat, she a sha xe şax, şax, mahqa şani qo'ysak naqsha bo'ladi. Ne a na xe naq, she a sha naqsha, xeqa mirni qo'ysak xemir buludu. Xe, xe, me, mi, re, mir, xemir. Xuşqa xo'yni qo'ysak xushxo'y buludu. Xe, xu, she, xush. Xe, xu, ye, xuy, xushxo'y. Xe, xa me, mi, te, mi, hamid. Xe, xa, me, ma, ne, man, xaman. Te, ta, pe, tab. Te, ti, tab, ti. Hamid, xaman, tabdi. Önkürdeki eyiqcaq. Eyiqcaq ailesidagilar bilan birga bir tog' önkürde yaşaydı ekan. Bir kuni eyiqcaqning dadasi eyiqcaqqa: "Endi senmi cho'ngib qolding? Bu yil maktabga berimam. Uyg'unish qiladigan ayrim hujran bo'lmasa bo'lmas. Shuni biz o'rmonlikdan daraxt kesib kelib, kangini uy yasab, shu uyda turaylik" debdi. Bahar kelganda ular o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar biqsirib chichaklagan ekan. Buni ko'rib, eyiqcaqning daraxtlarni kesishga ko'zi qiymabdi. Yoz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar bek baraqsan bo'lib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga faqatli ko'zi qiymabdi. Kuz ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtlar mevalar pishib ketgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga zodili ko'zi qiymabdi. Qish ketdi. Ular yana o'rmonlikqa beribdi. Bu chaqda daraxtda nurg'un qushlar changga tizgan ekan. Eyiqcaqning daraxtlarni kesishga yana ko'zi qiymabdi. Oylar o'tibdi, yillar o'tibdi. Eyiqcaqning qiyin sharoit ko'nib qopdi. Eyiqcaqning dadasi eyiqcaqning ko'nglidagini tushunib, davomli tog' önkürde yashab yeribdi. O'rmonlikdagi hayvonlar eyiqcaqning ish izlaridan ta'sirlanib, ota bola ishga dasta yovgullarni taqdim qilishibdi va o'zaro yordam qilishadigan bo'libdi.